Issiqxona egalari bo'yicha eng yosh tadbirkor necha yoshda bo'lasiz? O'zingizni fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Bizda doimiy mijozlarimizdan bo'lgan eng yosh tadbirkor, ya'ni issiqxona egalarini issiqxonalarga, ya'ni joylarga Akbar aka tashrif yurganmiz. Xo'p, Akbar aka, yoshingiz nechida? Yoshim xudo xolisi 20 yoshga to'laman. 20 yoshliman tadbirkor. Mana shu ko'rayotgan issiqxonani daji boshqaryaptilar. Hozir atirgullarni ko'ramiz. Bu issiqxonaga qiziqish o'zi qachon kelgan, kim qiziqtirgan? Xo'p, issiqxonaga qiziqishim asosan bir 6 yil oldin boshlangan. Bu atirgul sohasiga kirib kelishimga 5 yildan beri shu issiqxonani men yurg'izib kelaman hozirgi kungacha. Xo'p, issiqxonamizni ko'rib turganingizda atirgullar bilan shug'ullanamiz. Atirgullar xudo xolisi bir 10 xildan oshiq ranglari bor. Bu meni sohaga kirib kelishimning asosiy sabablaridan bittasi adamlar hisoblanadi. Adamlarning sohalarini xudo xolisi kengaytirib, rivojlantirishni o'zimga o'zim maqsad qilganman. Ota kasbi davom ettirishi. Shunaqa. Mashallah. 20 xildan oshiq mana atirgul ishtirokchilar. Xo'p, bular qanaqa atirgul, qanaqa sortlari bo'ladi? Xo'p, atirgulni ko'rib turganingizda mana trendda bo'lgan bubbles, endi gulchilan tilida bubbles deb aytiladi. Trendda bo'lgan atirgullarni yetishtirib kelamiz. Xalqimizga chiroy ochadigan gullarni yetishtirishni maqsad qilganman o'zimga o'zim, xudo xolisi. Eng oliy maqsaddan biri bo'ladi. Xudo xolisi shularga bundan tashqari shamshod ko'chatlarimiz ham bor. Shamshodlarimiz ham o'zimizning mesniy shamshodlar emas, Eron davlatidan keltirilgan 2 xil sort shamshodlarimiz bor. Ularni asosan lanshat xizmatlariga, lanshatligi chiroyli qilish maqsadida foydalanishadi. Hozir bularni mana hozir atirgullarni ko'ryapmiz. Alohida yetishtirayotgan ekansizlar. Buni ya'ni xonadonlar uchun sotasizlar, to'g'rimi? Xonadonlarga, dachalarga, yurtimizning chiroyli ko'chalariga sotamiz. Albatta, mana ko'ryapmiz. Haqiqatdan chiroyli, xilma-xil, har xil rangi bo'lgan atirgullar yetishtirar ekanlar. Ko'rib xursand bo'ldik. Xo'p, Akbarjon, o'zi bu issiqxona mana ko'ryapmiz. Necha sotudan iborat bu? Issiqxonamiz hozirgi kunda 12 sotudan iborat. 12 sotudan iborat. Shu o'zi. Shu yerda o'zi. Bundan tashqari yana boshqa joylarda ham? Bundan tashqari uyimizda issiqxonamiz bor. U yerda buketli gul yetishtirib chiqamiz. Hozirgi yani do'konlarda buket qilib tayyorlab beradigan o'shalarga ham. U yerda qanaqa gul bor? U yerda astromeriya deb nomlanadi. Faqat bu atirgullar bilan cheklanmaganman. O'zimni qiziqishim, shu sohaga qiziqishim tufayli u yerda ham buketli gullar bir o'zimni qiziqishimni ko'rganman. Hozirda samarasi yuqori darajada deb o'ylayman. Yo necha sotu yo? O'ttigimiz 2 sotudan iborat. Uni ham hammasini o'zingiz noldan ko'tarib, o'zingiz yetishtiryapsiz. Shunaqa 4 yildan beri u yerda ham shug'ullanib kelaman shu gul bilan. Mana shunaqa darajaga olib kelish uchun nimalarga ahamiyat berish? Bunaqa darajaga kelish uchun odamning o'zida shu sohaga mehr bo'lishi kerak. Qiziqish bo'lishi kerak. Endi ko'chada ko'p insonlar bor, bekorchilar. O'zini dilidan o'tgan ishga hafsalasi bilan qilsa, shu narsaga erishadi degan umiddaman-da. Shu narsani orqasidan men ham gulchilik maqsad qildim. Gulchilik bo'lishga men erishdim, xudo xolisi. Hozirgi mana bu issiqxona egalari to'g'risi, men bunaqa yoshda boshqara olmasa kerak, adasini yonida yurib yoki adasiga qarash yuradigan dehqonlar bor deb o'ylardim, lekin mana hozir o'zim ham ko'rib guvoh bo'lib turibman. 20 yoshli yosh tadbirkor issiqxonani bir o'zlari mana o'sha yetishtiryaptilar, ya'ni yurg'izyaptilar. O'zingizni yoshingizdek tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Masalan, ular ham issiqxonasi bo'lishi mumkin. Masalan, otasini issiqxonasi bor, lekin otalari bir har xil vaziyat bo'ladi. Boshqa biznesga o'tib ketgan bo'lishlari mumkin. Bo'sh turgan issiqxona bo'ladi. Men o'zim ham borib ko'rganman, uylarda bo'ladi. Misol uchun ularni ham shularni tadbirkor dehqonlarning farzandlari bo'ladi. Balki ular ham sizni yoshingizga kelib qo'yandir. O'shalarga nima maslahat berasiz? Nima qilishsa bunaqa yetishtirish uchun? Bitta maslahatim, endi hamma narsa tavakkalchilikdan boshlanadi. Bitta tavakkal qilib, bitta uchini chiqarib olsa, xudo xolisi u yog'i sabr bilan sekin-sekin bo'ladi degan umidamiz. O'tib ketaradi. Xo'p, Akbarjon, bu yo'da astromeriya gullari bor ekan, a? Boyib o'tganingizda. Shunaqa. Bu necha sotu bu? Bu 2 sotu. Sotudan, ko'rib turganingizdek, mana astromeriya gullari bilan shug'ullanaman. 4 yildan beri shu yerda. Ko'rib turibsiz, mana gullarning holatini, sifatli, bozor talabiga javob beradigan gullar. Yoz faslida asosan bu gulga 100% kerak bo'ladigan narsa sovutish tizimi. Yoz faslida agar dehqonlar sovutish tizimisiz bu narsani chiqara olmaydi, yaxshi sifatli. Sovutish tizimini Ali Barakadan biz xarid qilganmiz. Hozirgi kunda bizda O'zbekiston sharoitida bilsangiz, chilla vaqtlarda 55-60 gradusgacha quruq issiq bo'ladi. Shunaqa harorat bo'ladi. Bu gulga asosan yoz faslida 18 dan 20 uzog'i 25 gradusgacha ichini namli haroratda ushlab berib turish kerak. Shu haroratda agar chiqarib beradigan bo'lsangiz, bozor talabiga gulingiz javob beradi. Shu sharoitlarni kelib chiqqan holda men shu narsalarni qolgan dehqonlardan o'zim o'rganib, 4 yil oldin Ali Baraka kompaniyasidan axlajeniya,
Hop, sug'orish sistemalarini qabul qildim. Sotib oldim va shu ishga qo'l urdim. Mana natijasini ko'rib turibsiz. 4 yillik mehnatimiz chiroyiga, xudo xolisa odamlar kelsa quvonch oshadi. Mana Albarakadan asl kapelni olganman deyapsiz. Kapelni olganmiz. Axlajeni olganmiz. Plyonka olganmiz. Necha yil o'tdi plyonkega? Plyonkga xudo xolisa 4-yil уже, 4 yildan oshdi. Xo'p, Albaraka mahsulotlari bo'yicha savol beraman. Pretenziyalar muammoli bo'ldimi mana? Muammoli yo'q. Mana plyonkasini ko'ryapsiz, e'tiborsiz mana quruq issiq bo'ladi O'zbekiston sharoitida. Mana chidab beryapti plyonklarimiz. Xudo xolisa. Endi qolgan firmalarni bilmaymiz-a, chunki Albaraka bilan shuncha yildan beri ishlab kelamiz. Xudo xolisa shu kungacha muammo bo'lmadi mahsulotlardan. Bu yerda menimcha 4 yildan beri gulli bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, menimcha o'zingizga mijozlaringiz bor. Ya'ni klientlaringiz bor, to'g'rimi? Klientlaringiz bo'yicha atirgul, boshqa gullaringizni bemalol yetkazib bera olasizmi? Yetkazib beryapmiz hozirgi kunda. Kerak vaqtda yetkazib bera olmagan hollarimiz ham bor. Chunki sifatli gulga, sifatli mahsulotga har doim bilsangiz talab yuqori bo'ladi. Keyin Abdumalik aka, bitta yana meni savolim bor edi. Meni shaxsan o'zimni obunachilarim tomonidan berildi. Shu sifatli mahsulotlarni qayerdan biz xarid qilsak bo'ladi degan savol. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, shu mahsulot Albaraka kompaniyasining xodimlari. Shularni bemalol nomerlarini yozib qo'yamiz videoga. Bemalol mahsulotlarni shulardan murojaat qilib sotib olsanglar bo'ladi. Demak, boshqa o'zingiz yosh tadbirkor, xona bilan shug'ullangan tadbirkor akalarga tavsiya berasiz. Bemalol tavsiya beramiz. Albaraka mahsulotlari. Yaxshi mahsulotlari. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yosh tadbirkor, 20 yoshli tadbirkor, atirgul va uylardan mana astromeriya gullarni yetishtirib borar ekanlar. Agar sizlarda ham uylarda joy bo'lsa, ya'ni issiqxonaga mana hovlilarni o'rtalariga issiqxona, 2 so'tali issiqxona qilganlar, axlajeni yordamida mana shunaqangi astromeriya gullarni chiroyli parvarishlab, ya'ni daromad qilyaptilar. Bu degani shu 4 yildan beri shug'ullanayotgan va sizlarga ham tavsiya berib qolamiz. Agar issiqxona mahsulotlari kerak bo'lsa, axlajeni tomchilab sug'orish, plyonkalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga murojaat qilsanglar, mana yosh tadbirkor o'zlari ham Albaraka mahsulotlarini foydalanib ko'rdik, boshqalarga ham tavsiya beramiz deb tavsiya beryaptilar va sizlarga ham tavsiya berib qolamiz. Bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan yosh tadbirkorlar, bo'lmasa o'zingizlarning yosh o'g'illigiga yoki jiyaninglarga mana shunaqangi ishlarni ya'ni o'rgatsanglar bo'ladi. Ya'ni tavsiya bersanglar bo'ladi. Bunga ham qiziqish bo'ladi. To'g'ri aytaman, akalarjon aka? To'g'ri. Tavsiya berib qolamiz. Bu videoni eng yaqin tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Albaraka, barakali hosilingiz manbai.